Motoblogingiz uchun arava oqtaryapsizmi? Unda bu videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Sizlar bilan bugun motobloglar uchun 10 dan ortiq turdagi aravalarni ko'rib chiqamiz. 7 ot kuchlidan boshlab Zubur motoblogigacha bo'lgan motobloglarga har qanday turdagi aravalarni yasab berish xizmatini ko'rsatamiz. Birinchi ko'rsatadigan aravamiz 7 ot kuchlidan 15 ot kuchli motobloggacha tushadi. Faqat frezalarini va 300 kilogacha yuk ko'tarish hajmiga ega bo'lgan arava qidirayotganlar uchun aravamiz bo'ladi. Mashina balonlar ichida 300 kilodan 350 kilogacha bo'lgan yuklarni bemalol olib harakatlanishi mumkin. Bu aravamiz atiga 2 million 200 ming so'm evaziga chiqadi. Undan keyingisi turadigani bu mana 7 ot kuchli motoblogiga ulab qo'yganmiz. Bu ulaydigan joylari tanlamaydi. 7 ot kuchlidan boshlab 15 ot kuchligacha bir xilda tushib ishlashi bilan bo'ladi. Bu ham mashina balonga qo'yiladi. Buni afzalliklari, buni tormozlari bo'ladi. Tormozlardan tashqari orqalari ochiladigan bo'ladi. Yuk olib kelganingizda bemalol orqalarini tushirib bunda og'darish sistemasi ham bor. Ya'ni yukingiz bo'lsa, bu yoqda o'zini sxemasi bor. Richagda olib turib, orqaga tashlasangiz, aravani ichidagi yukni pastga og'darib beradi. Bu aravamiz 600 kilodan 700 kilogacha bo'lgan yuklarda bemalol oladi. Undan keyingi aravamiz hozir ko'rgan aravalardan uzunroq, 800 kilogacha bo'lgan yuklarda olib ko'taradi. Bular ham tormozli bo'ladi. Buni uzunligi 2 metr bo'ladi. Uzunroq qilib yasalgan. Bu ham mashina balonga qo'yiladi. Bu aravamizning afzalligi tag qismida aravamiz 60 va 70 ga bemalol siljib harakat qiladi. Balonlari bemalol ekinlarda orasiga kirib 60 bo'lsa 60, 70 bo'lsa 70 harakatga balonlarni moslab, orqasiga dori sechadiganlar yoki go'nglar, o'g'itlarni sachishda foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari bag'da 800 kilo yuk oladigan, enliroq bo'lsin, men ko'proq go'ng tashiyman deganlar uchun bu tomonda 120 ga 180 lik aravamiz bor. Bu ham tormozli bo'ladi. Orqalarida Matiz chuluglar qo'yilgan bo'ladi. Yuk ko'tarish hajmi 850 kilogacha bo'ladi. Menga chuqurroq variantidan deganlar uchun alohida mana bu chuqurligi buni 40 sm bo'ladi. Ichiga ancha katta ob'yomda narsa ham sig'dirsalaring bo'ladi. Bunda ham tormozli bo'ladi arabalarimiz. Mana ko'rib turibsizlar. Aravalarimiz tormozli. Keyin hammasini yana bir qulaylik tomoni bu dishlalarida, hammasini dishlari aynaladigan bo'ladi. Motoblog ariqni ichiga tushganda bir tomoni ag'darilib ketmasligini ta'minlash uchun hammasini dishlasini aynaladigan qilib moslangan bo'ladi. Ko'rishlaringiz. Kimga xuddi shu turdagi aravalar yoki eng arzon turdagi motobloglar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib xarid qilib olishlaring mumkin.